Yangiobod tumanida aholi farovonligini ta'minlash, infratuzilmani yaxshilash hamda bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlarini jadallashtirishga qaratilgan keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ichimlik suv ta'minotini yaxshilash, ijtimoiy hamda infratuzilma obyektlarini barpo etish, aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan qurilish ishlari bosqichma-bosqich davom ettirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangiobod tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari doirasida tuman hokimi, nuroniylar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida ijtimoiy va infratuzilma obyektlari foydalanishga topshirildi hamda istiqbolli loyihalar bilan tanishildi. Jumladan, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inining Chakan qishlog'ida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida yangi loyiha hayotga tatbiq etildi. Mazkur loyiha asosida 2 dona quduq qazilib, zamonaviy polietilen quvurlar orqali ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Natijada hudud aholisi uchun sifatli va barqaror ichimlik suvi ta'minoti yaratildi. Shuningdek, Balandchaqir mahallasining Varqin qishlog'ida sel o'zani qurilish ishlari to'liq yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Mazkur loyiha hududni mavsumiy sel va tabiiy ofatlardan himoya qilish, yo'l va xonadonlar xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Varqin qishlog'idagi va birinchi o'rta maktabga boriladigan hududdagi favqulodda holatlarda tog' oldi hududi bo'lganimiz uchun sel kelish xavfi bo'lgan joyda aholini tinchligini saqlash uchun hamda o'tish yo'llariga shu sel suvlaridan zarar ko'rmasligi uchun muhofaza sifatida 1110 metr yer maydonda ariqni zovur qilish rejalashtirilgandi. Shundan 410 metriga davlat mablag'i hisobidan shag'al, qum, asfalt, beton yotqizdirib turib, bugungi kunda shu aholimizni tinch farovon yashash uchun tomorqalarini xavfsizligini ta'minlash uchun mana shunday yaxshi bir sharoit yaratib berildi. Tumandagi bunyodkorlik ishlari doirasida yana bir muhim loyiha Balandchaqir mahallasida zamonaviy IT markazi qurilishi bo'ldi. 30 sotix yer maydonida bunyod etilgan mazkur markaz uchun 936 million so'm mablag' yo'naltirildi. Loyiha doirasida 5 ta zamonaviy xona qurib bitkazildi. Hudud obodonlashtirilib, manzarali ko'chatlar ekildi. Ushbu markaz yoshlarning axborot texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot va innovatsion kasblar bo'yicha bilim olish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Yoshlarimizni innovatsion g'oyalarini, startaplarini rivojlantirishda ulkan bitta hissa qo'shish arafasida turibmiz. Bu imkoniyatlar yoshlarimizga zamonaviy texnologiyalarni o'rganishda va ularning g'oyalarini amalga oshirishda katta turtki bo'ladi. Parkimiz kelajakda sun'iy intellekt, kiber xavfsizlik va zamonaviy xorijiy tillarni o'rgatishda, bolalarga o'rgatishda ko'mak beradi. Yangiobod tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik, infratuzilmani rivojlantirish hamda zamonaviy obyektlarni barpo etishga qaratilgan keng ko'lamli loyihalar hudud aholisining turmush farovonligini oshirish, xavfsizligini ta'minlash va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishda muhim omil bo'lmoqda.